Lekin biz 800 so'mdan joyida sotdik. Gektari 12 tonna. 1 gektar. Rasxod hamma yo'lni ko'tarib ketadi, undan foydaga qoladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Bugun 2026-yil 7-avgust hafta kuniga juma ham Saidul ayyom hammalariga muborak bo'lsin. Mana 10 gektarlik don variantiga ekkan makkajo'xorimizda hozir yig'ishtirish jarayoni bo'lyapti. Xo'p, mana makkajo'xorimizni ishchi singillarimiz ichiga qayirib ketgan. Bizda hali mana bizni Namangan tumaniga o'zi makkani alohida, silosini alohida yig'ishtiradigan texnikalar yetib kelgan yo'q. Shuning uchun ishchi singillarimiz mana kunaga qilib qayirib ketgan, hisobini olib. Hozir mana kombaynni ko'rsatib qo'y. Kombayn uryapti. Buni makkani tepkilamagan holda kombayn ham, mashina ham yuradigan qilib hisobini olib, bir joyga otib ketadigan qilamiz. Hozir yig'ishtirish jarayoni bo'lyapti. Bag'da siloska o'ryapti, mana bag'da don qolyapti yerda ichida. Bu xudo xolasa shayda quriydi. Shaydan og'da joyimiz bor. Bu yerga tashib quritamiz. Mana, hop, donimizni o'lchab, ushtigini tortib, donasini orientirni hisobini oldik. Gektari 12 tonnadanga plus minus qilyapti. Gektari 12 tonna. 1 gektari. 1 gektar yerni qayirish uchun 20 ta ishchi, 20 ta singillarimiz 1 gektar yerni 20 kishi qayirdi. 10 gektar yerni o'shanda 200 kishi mana qayirib, mana shu holatga keltirishdi. Xo'p, endi bu mashayda quriydi, joyimizga olamiz, tashiymiz. Gektari 12 tonnadan bo'lganda plus minus 120 tonna don. Xudo xolasa yaxshi, Alloh barakasini bersin. Doni mana shu holatda, endi buni silos variantiga keladigan bo'lsak, mana hali poya qurib ketmagan, yashil holatda, rosa pishgan holatda bu pashti don, incha-mincha donliq silosdan yaxshi bu. Buni reklama qilish emas, bular sotilib bo'ldi. Bitta o'sha ZL 53 tagisini 1,5 milliondan sotyapmiz. Sotilib bo'ldi. Oldindan xaridorimiz bor. Mana shu 10 gektarlik poliyaga o'zimizga ham ozgina bosamiz. Donliq silos sotdik yaqinda. Mana Shokir akamnikini. Donliq silos sotdik 3 gektar ya 4 gektar yerda 800 so'mdan joyida sotdik. Joyida 800 so'mdan sotdik. U ham ochirib haligi klientlarga yetkazilmay qoldik. Ammo internetlarda 400 so'mdan bo'lib ketdi, 500 so'mdan bo'lib ketdi dedi. Lekin biz 800 so'mdan joyida sotdik. Bunga rasxod qilingan, silos o'sha darajada bo'lgan, silos как положено pishgan, doni yetarli bo'lgan 800 dan sotdik. Maqtanish emas. O'zi narxida, o'sha mehnatga yarasha narxida sotildi. Hozir mana gektaridan 6 mashina silos qilyapti. 1,5 milliondan bo'lganda 9 million, bar 8 million deylik. 10 gektaridan 80 millionga silosini o'zini sotib olsa bo'ladi. Rasxod hamma yo'lni ko'tarib ketadi, undan foydaga qoladi. Xo'sh, klass Jaguar kelyapti degan payti. Borman aka? Salomat bo'ling. Aka, bu klass Jaguar sizga donliq silosni o'rgan yaxshimi yo buni donsizini o'rgan yaxshimi? Endi donsizda tezroq yurib bo'lsa bo'ladi, donlida sekinroq yurib bo'lsa bo'ladi. Ha. Donsizda tezroq ketadi. Ha. Hurmatli kuzatuvchilar, mana klass Jaguar mana donsiz variantini bitta ahamiyat berib o'ta maydalavergan. Oldinroq bitta poliyamizni o'rdirdik, klass Jaguarda donliq variantini o'rdirdik. Mana bunaqa pishgan holat edi. Bu darajada maydalanmagan, o'zim silosini bosib qo'ylarga yediryapman, yaxshi yelmayapti. Mono varianti o'ta zo'r, ideal holatda chiqyapti. Kompaniya xizmatlarining nomerini qo'yib ketamiz. 10 gektar, 20 gektar, 30 gektar bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Video davomida boshqa ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Azbek, qaydan keldilar? Ish faoliyati qayda yuritasizlar asosan? Mingbuloqda yuritamiz, Jamashida. Ha, Mingbuloq tumanida, Namangan viloyati Mingbuloq tumanida. Mana kombayn klass Jaguar haqida ma'lumotlarni ozmoq berib o'tib keting. Klass Jaguar 76 gatdan 8 motor oladi. Rujatchi. Kombaynda o'zi Jaguar 890. Klient hozir tegirmondan qo'shib o'rib beriladi. Tegirmon 100% donni maydalaydi. Ha, donni maydalab tashlaydi. Aha.
Azizbek mana shu ketishda necha tezlikda ketyapmiz hozir mana? 7-8 tezlikda ketyapmiz. 7-8 tezlikda. Bu mashinani hisobini mana ko'rib ketdik ekan-sizda, mana kamera bor ekan bu yerda. Qaytaga tushirish kerak deb. Mashinani avtobusni siz ligrovka kutyapsizmi yo shopirlarmi? Ligrovkani shopirlar ham sizdan, ha? Ha, ikki tomonlama. Ikki tomonlama gap yo'q. Konvoy nechinchi yil bu? 2003. 2003. Kombayn ideal holatda ekan, men hozir men kombaynning ichidaman, ancha sovqotib qoldim. Konditsioner bomba ekan-a. Kanser вообще. Voy telefonim ham qizib ketyapti. Hozir ancha bu ham o'zak kelib qoldi. Azizbek ish bo'lib tursa, kechasi ham ishlaysizlarmi yo faqat kunduzimi? Kechasi ham ishlaymiz. 24 soat. 24 soat. Bu havo salqini kechqurun mishat qilmaydi ekan bu endi. Yo'q, qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q. Gap yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu mana ikkinchi sportchilarda maydalangan holati. Mana shu 53 dagi, 53 mashinadagi bir mashinasi 1,5 million so'mdan dastlabki qaperizda 10 gektarli qo'lyamiz sotib tugatildi tashqi. 1,5 milliondan pishgan flotmakka doni xayri bo'lgan mana bu. Klass Jaguar kombayn xizmati kimga kerak bo'lsa, mana shu ekrandan nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Azizbek ukamiz Namangan viloyati Mingbuloq tumanida 10 gektar, 20 gektar, 50 gektargacha ob'yomda olaveradi. 24 ga 7 xizmat so'raveradi. Xizmatlari bizga yoqdi, biz yerlarimizni o'rnatdik. Bemalol aloqa qilib ko'ringlar. Azizbek ukamiz. Makka javoharimizni mana holati mana. O'rtacha standart terilmagan mana bir boshqa. Tito firmani Sungante degan don varianti. Sungante. Mana 10 gektarlik o'sha obzor qilayotgan haligini hisob kitobini qilib, hali chiqarib beraman. Qancha daromad, qancha rasxod, itogahini chiqaramiz. Slot variantini chiqargandim 1 gektarlikda. Mana 1 gektarini hisobga olib 10 gektar chiqarib beraman. Qancha foyda qoldi, qancha rasxod oldi, xudo xolasa bizni kuzatishda davom etasiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Kanalimiz yangi. Xo'p, 1 gektarlik don variantini hisob kitob vakilidan bo'lsak, hurmatli kuzatuvchilar, bu 1 gektarlik don varianti 15 million 200 mingga to'xtagan ekan. Undan keyin mana 20 ta singillarimiz 20 kishi donni qayirib yig'ishtirib berishdi. 130 mingdan 2 million 600 mingga. Uni qo'shsak 17 million 800 ming rasxod bo'lyapti. Plus qo'shamiz 1,5 million kombayn xizmati, 1,5 million mana silosli dastlabki xizmati, 3 million. Общий rasxod 20 million 800 mingga 1 gektar don yig'ishtirilyapti. Endi mana donimiz rasxod hozir ko'payib ketyapti. Buning sababi bor. Boshida mana video qilishni boshlaganimizda yerni pustoy yerligida go'ng tashlatganmiz, Samsungda tashitganmiz, yuklatganmiz. O'shalarni ham qo'shib hisoblaganman mana shu noldan. Gideti 4 million 5 million adashmasam rasxod va videoga aytib ketganman boshida. 4 million 5 million lishni rasxod qo'shilgan. O'sha 1 gektar yerga o'sha 20 million 800 ming bilan mana don varianti yig'ishtirilyapti. Endi bundan daromad hisoblaymiz. 9 million 500 ga silos sotilyapti 1 gektariniki. 9 million 500 dan. Undan bor biz 9 million 500 hisoblamizsa 8 milliondan hisoblab ketaylik. Pasini hisoblaylik. 8 milliondan hisoblaganimizda 8 million silos minus qilib tashlaymiz 20 million 800 dan. Bor buni ham 21 million deb ketaylik. Hisob kitobga to'g'ri bo'lsin. 8 millionda ayirsak, rosa 13 million rasxod qolyapti silos chiqarib tashlasak. Endi donga keladigan bo'lsak, 12 tonna don hisobladik. Eng past holatini hisobladik donni ham. Yana undan minus qilib tashlaymiz. Buni sotadigan paytgacha 10 tonna toza don qolsin 1 gektaridan. 10 tonna donni hozir biz mana Namanganda 4 mingdan oftim olaveradi. Endi boshqa viloyatlarda bilmayman, yozib ketasizlar kommentariyada. Hozirgi kunda Makka jo'xori qurug'ani nech pul bo'layotganini. 4 mingdan olganda ham 10 tonna don 40 million pul bo'ladi. 40 million puldan endi minus qilib tashlaymiz. Bag'dagi 13 millionni. 27 million daromad olinyapti 1 gektar don variantidan. 27 million. Endi men
ko'ryapsizlar, rasxodni eng ko'p qilib hisoblayapman, daromadni oz qilib hisoblayapman, o'shanda toza 27 million qolyapti. Endi bu men asosan 1 gektarda obzor qilganman. Bu yerda polya katta, 10 gektar don varianti bor. 10 gektarda daromadini hisoblaydigan bo'lsak, xudo xolasa 270 million daromad bo'lyapti. Soliqlari bor, suvga rasxodlari bor. Ketadi, yana ularni aytishimiz shart emas, lekin 270 million yomon emas. Silos variantidan don variantini effekti ancha yaxshi ekan. Mana silosni ham 80 sotiklikni obzor qilganman, 6 million foyda qoldi. Bunda 1 gektardan 27 million daromad qilyapti, plus rasxodi ham ko'p bo'lgan bu don variantini ko'p hisoblayapman. Xo'p, mana bu boshidan chiqargan videomizni bu yakuniga yetdik. Xudo xolasa hali yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Makajo'xorining kuzgi variantlari ham bor. Boshqa yo'nalishlarda videolarimiz bor tez kunlarda. Xudo xolasa yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Hammalaringizning ishlaringizga rivoj, bizneslaringizga rivoj, chorvalaringizga, dehqonchilaringizga Alloh taolo baraka bersin. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Laykda ayamanglar. Yangi ko'rayotganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Kanalimiz yangi. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlarni shu obuna bo'lish, layk bosish bilan kanalimiz rivojlanadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.